Gapiramiz. Assalomu alaykum YouTube'dagi bizani kuzatuvchilar, sizlar uchun maxsus mana tarozda olib kelib qo'ydim. Bu yerda O'zbekiston radiatori kreativ deb yozib qo'ygan. Mana tagida yaxshilab qarasanglar bo'ladi. Bu bizani YouTube'da yaxshi kuzatadigan odamlar juda yaxshi bilishadi. Mana shuni biz imенно mana shu ofisda laboratoriya qilib suv davleniya berganmiz. 30 davleniyada yorilgandi. Mana shundan suv o'tib o'rgandi. Mana shu radiatorimiz. Bu endi boshqa davlatniki, boshqa umuman brendi radiatori. Buni men ayta olmayman. Shaxsan ko'zma-ko'z ko'rishganimizda so'rasanglar aytaman. Men aybini topib qo'ydim. Radiatorlar nima sababdan bu O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti-yu, lekin sal narxi bunga nisbatan qimmatroqligini. Radiator tanlashda bir nechta kriteriyalarga e'tibor berish kerak. Buni kraskasiga, misol uchun sifatiga. Ikkinchisi bu asosiy bugungi videomiz sababi mana shu ichidagi issiqlikni asosiy issiqlik beradigan konvektor bo'ladi. Bu mana paneli bo'lsa, suv yuradigan joy. Mana shunday issiqlik beradi. O'zbekiston o'zimizni mana kreativ radiatorlarni ko'rasizlar, konvektorlarni. Ya'ni tepa o'sha baland qismigacha yetib kelgan. Ya'ni issiqlikni bu yoq tomoni misol 20% bersa, bu 80% bersa, endi mana bu radiatorda boshqa brend, boshqa davlat, O'zbekiston ham emas bu. Mana konvektor ko'rasizlarmi? Yarimida to'xtab qolgan. Bu o'sha marketingni nima deydi, stalni og'irligini kamaytirib, buni pulini narxida. Undan tashqari men bu radiatorlarni oldingi videoda kesib ko'rsatganman, stalli qalinligida. Buniki 1.15, 1.20 dan kam emas. Sever stalliki juda qalin, og'ir bo'ladi. Bunikini kesganimda o'sha 1 chiqqan, 1. O'sha narsani kesa olmaysizlar, shu sababli taroz olib kelib qo'ydim. Oddiygina tarozda mana o'lchab beraman. Bu o'sha O'zbekistonning radiatori emas, ya'ni boshqa brend. Mana 17 yu qimilyapti, 17 yu 55. 17 kiloyu 550 gram. Razmeri bir xil. 50 ga 80 ga o'xshayapti. Endi mana O'zbekistonning radiatorini olsamiz, hoppa bitta qaranglar. Bu 20 yu 70, 75. Mana 70-75. 20 kiloyu 750 gram. Demak, 3 kiloyu 250 gramga 3 kilo farq bor. 3 kilo tushunasizlarmi? Bu stalli qalinligi degani. Bu mana shu konvektorlarning butunligi degani. Bu issiqlik degani. Bu mana misol uchun 20% mana bu paneli 80% konvektori bersa, men bitta konvektorning kamlik hisobiga biz o'sha hisob-kitob qilib 50 ga 80 radiatorimiz shuncha kilovat issiqlik beradi degan joyimizda mana shu joyda adashamizda. O'sha joyda sifati tushib ketadi. Sifati, narxida ham. O'shaning uchun bu narxida o'sha bir 15 ming, 20 ming, 30 ming, 40 ming arzonroq bo'ladi. O'shaning uchun tanlovni birinchi tanlayotganda mana shu konvektorga e'tibor berasizlar, sifati degani. Undan tashqari kraskasiga ham yaxshilab e'tibor bersanglar, mana shu sal qoraroq, yuqaroq kraskasi. Mana bu oppoq turibdi. Oppoq. Undan tashqari mana shu konvektorida mana yaxshilab qarasanglar, men qo'limda o'zim ataylar yomonlash emas, o'zim sezdim. Kelsanglar ofisga o'zingizlar ushlab ko'rasizlar. Qo'limni ushlasam, yuqaligi bilinyapti, shunda mana yuqaligi. Lekin o'zimiznikida ushlasam, qattiqligi qanaqadir 0.1, 0.2 talshinaga bilinyapti shuni. Qalinligi. O'sha besida ham o'zi 3 kilo farq turibdi-yu. Kommentariyda radiatorni tanlashning asosiy yo'llarini foydali bo'lgan bo'lsa, foydali har doimgidek deb yozib qo'ysanglar, biz bilasizlar, men sizdan motivatsiya olaman, xursand bo'laman. Mana shunaqa videolarni qo'yishda davom etiraman. Radiator tanlashda adashmanglar. Shu kreativ, Thermalux o'zimizda O'zbekiston vatanparvarlik hisobida O'zbekiston bayrog'ini kommentariy tashlab qo'ysanglar ham, ustalarga, uy qurayotganlarga shu videolarni jo'natib qo'yinglar. Telegram gruppalarga jo'natib qo'ysanglar, ularga ham foydali bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bo'ldi.